O'zbekistonda milliy mahsulotga aylanib bo'lgan Shinray avtomobillarining ehtiyot qismlari haqida bugun gaplashib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Shinray avtomobillarining barcha ehtiyot qismlari mavjud. Misol uchun, rulyovoy kolonka, eshik ochish mexanizmi, T30 va 32 larga uchadigan oldi balka. Deyarli barcha modellarimizning oldi, orqa va yon oynalarini ham bemalol topishingiz mumkin. Kuzov detallarimiz deysizmi? Oldi kapot, yon eshik, orqa eshik, hattoki krilolargacha sotuvda tayyor. Yuk avtomobillarining asosiy qismi resorlari hisoblanadi. Shuningdek, barcha modellarimizda resorlari ham tayyor. Hattoki tayyor torpedkalarimiz ham bor. Oldi bamper, orqa bamper, hattoki tom qismlargacha tayyor. Yuk avtomobillarining yana bir muhim qismi amortizator hisoblanadi. Bu yerda T30, 32, X30L va boshqa modellarimizning ham amortizatorlari bor. Kalotka, vkladish, filtr va boshqa barcha kichik detallarigacha topishingiz mumkin. Ko'rganingizdek, kichik detallardan tortib katta detallargacha topishingiz mumkin. Shunday ekan, hech ham ikkilanmay O'zbekiston bozorida milliy mahsulotga aylangan Shinray avtomobillarini xarid qiling. Agar mabodo ehtiyot qismlariga buyurtma berishni istasangiz, pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Endi servis xizmatimizni ko'rsatamiz. Hozir biz servis markazimizga yetib keldik. Bu yerda moy almashtirish, motor ta'mirlash, kompyuter diagnostikasi va boshqa barcha xizmatlarimiz mavjud. Hozir birin-ketin ish jarayonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Shinray T32 modelimizning motor kajnika qismi ta'mirlanmoqda. Bizning servis markazimiz xizmatlaridan foydalanish uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shinray ishonchli, baquvvat va hamyonbop.